Do'stim, shu uyni suvoq qilmoqchimiz. Mutaxassis sifatida maslahat bering, kim bilan va qanday qilishimiz to'g'ri bo'ladi. Vaqtimiz kamroq, ortiqcha xarajat ham bo'lmasin. Tushunarli. Do'stim, agar odatiy usulda sementli suvoq qilsangiz, ko'p vaqt ketadi va xarajat ham oshib ketishi mumkin. Lekin hozirgi zamon talabi bo'yicha yangi va samarali usulda ancha tezroq bitirsa bo'ladi. Rostdanmi? Qanday qilib tezroq bitadi? To'g'ri usul tanlansa, ish ancha tezlashadi. Hozirda gips asosli suvoqni maxsus apparat bilan qiladigan ustalar ishlasa, ish ancha tez va tartibli boradi. Shunday yechimlardan biri bu Aslan sprey suvoq. Sodda qilib tushuntiraman, bu gips asosli suvoq, ichki devor va shiflar uchun. Asosan apparat bilan qo'llaniladi, lekin apparati bo'lmagan joylarda qo'lda ham ishlatish mumkin. Konsistensiyasi kremsimon, yumshoq bo'lgani uchun ishlash ham qulay kechadi. Oddiy qum suvog'ida ish ko'p bosqichli bo'ladi, ya'ni qora suvoq, keyin tekislash uchun ma'lum darajada bir qatlam gips suvoq, keyin 2 qatlam shpaklyovka va har bir qatlam orasiga grunt surtish shart. Aslan sprey suvoqda esa jarayon ancha soddalashadi. Aboy qilmoqchi bo'lsangiz, suvoqdan keyin to'g'ridan-to'g'ri o'tiladi. Aboy emas. Boshqa yuza bo'lsa, bir qatlam shpaklyovka keyin davom etiladi. Eng katta foydasi ish tezlashadi. Odatiy usulda qilingan suvoqning qurishiga o'rtacha 1 oy vaqt ketadi va undan keyingi har bir qatlam uchun ko'p vaqt va xarajat talab qilinadi. Bu usulda esa sharoitga qarab taxminan 1 haftalarda keyingi bosqichga o'tish imkoniyati bo'ladi. Vaqt qisqarsa, ko'p holatda umumiy xarajat ham yengillashadi. Gipsli suvoq uydagi mikroiqlimga ham ijobiy ta'sir qiladi va ichki muhitni qulayroq qiladi. Termokomfortga ham, akustik qulaylikka ham hissa qo'shadi. Ya'ni uy ichi nafaqat chiroyli, balki yoqimliroq ham bo'ladi. Sifat tarafdan ham bu mahsulot o'zini ko'rsatadi. Ko'p suvoqlar 25 kilo bo'lsa, bu 30 kilo qadoqda bo'ladi. Taxminan boshqa ayrim suvoqlarga nisbatan 20% gacha ko'proq hajm beradi. Eng muhimi, narxi o'xshash bo'lsa ham sifati va natijasi bilan yaxshi yechim bo'lib turadi. Demak, bu usul bilan ish tezroq bitadi, devor silliqroq chiqadi, keyingi ishlar ham osonlashadi-da, shunaqami? To'g'ri. Ustaga qulay, sizga esa vaqt va natija tarafdan foydali. Hozir gipsli suvoq shunchaki boshqa variant emas. Bu tezroq ish, silliqroq natija va zamonaviy uy uchun to'g'ri tanlov. Mahsulotni o'zingizga yaqin bo'lgan qurilish materiallari do'konlaridan so'rang. Videoni esa uyini tezroq suvoq qilish kerak bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying. Aslan sprey suvoq.